Assalomu alaykum. Akalar, hormanglar. Mana shu yerga tovuqxona qilgani keldik. Hozir ichkarilarni ham ko'rsatib o'taman. Men yerda bir qiziq narsa ko'rib qoldim. Yaponskiymi, koreyskiy baliq bor ekan. Rangi qizil. Mana ovqat yeyapti. Pastga qochib ketdi hozir. Ajoyib baliqlar ekan, ranglik. Hop, ishdan uzoqlashmaymiz. Mana shu zdaniyaga tovuq qilamiz. Hop, bekka bir 20 mingtalikka zakaz tushgan. Hozir hech bo'lmasa 5 mingtadan natija ko'rsatib berish uchun mana shu yerga 5 mingtalik tovuqxona qilamiz. 18 metrga 22 metr ekan. Eniga uzunligiga 18 ga 22. Undan keyin bu yog'iga qilamiz. Bekka bir videosini chiqargandik. O'tgan yili. Mana shundan tovuqxona bo'ladi. Akkuratni qilib, chiroyli qilib beramiz. Teylarni steshka qilib, devorlarni urdirib, gofra ventilyatorlarni qo'yib, xudo xolasa buni tayi skobali qilib, axlati o'zi chiqadigan qilib qilinadi. Hozir kichikroq ob'yomda boshlab turamiz. Mana buni xonaga. Keyin baqa o'tiladi yanvardan keyin. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Malotka jo'ja 100 kunlik 110 kunlikgacha bo'lgan perioddagi jo'jalarimiz sotuvga chiqadi. Kimga shunaqa tuxum yo'nalishiga tovuq kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar bor, dastavkalar pullik, manzil Qo'qonda. Setka bo'yicha tovuqxona qurish, setkalarni terish, tovuqni yetishtirib berish, tuxumgacha yonlaringdan birga turish ob'yomda bo'lsa, bo'lmasam kichkina miqdorda bo'lsa, telefon orqali ham ishni bajaraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bu joyimiz Bag'dod City degan joyda. Bag'dod City. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.